Fransiyani avtomagistralda kelayotgandim. Xullas hojatxonaga kiraman desam, xuddi mana shunaqa mashina uborka qilayotgan ekanda hojatxonaning ichini. Keyin meni qishloqning ichiga kirdim. Xullas magazinga kiraman deb, men sumkalar bilan hojatxona bor ekan, ana yerda yana kiraman desam, yana mana bunaqa mashina kelib uborka qilyapti. Hozir yaqindan borib ko'rsataman, akalar. Bizda qishloqda hojatxona quriladi xolos-da, uborka degan narsa yo'q. Agar mabodo bir to'y, marosim boshlab qolgan bo'lsak, bir ohakda olib bitta oqlab qo'yamiz, bo'ldi. Bular bor-ku, 7 mahal hojatxonani tozalashadi, artishadi boru. Bitta ko'ringlarda, men sekin mana shlanglarni olib chiqib, mana qaranglar. Yo, onalarni emsam, bu ohakda olib bitta oqlab qo'ysang bo'ldi-da, shart emas-ku, kelib 7 mahal bitta uborka qilib, shotkalar bilan yuvib, atirlarni sepib qo'yadi. Onasini emsam, mashinaning ichida emas, hojatxonaning ichida uxlagim keladi bor-ku. Sal o'sha yerda приятный-da, bizning mashinaning ichidan ko'ra hojatxonaning ichi приятныйroq, sal atirni hidi kelib turadi. Va onalarni emsam